Hadisda keldi, shu onangni qornida mahalda yozib qo'yiladi 4 ta narsa. Shundan bittasi ajaling. O'sha ishlarimiz hisobiga umrimiz uzoqlashib ketadimi? Ya'ni qilgan xoinligimiz, badbaxtligimiz, Allohning diniga qilgan jur'atimiz, shunga o'xshagan yomonliklarimiz hisobiga umrimiz sal uzoqroq bo'lib qoladimi bir? 5 kunga uzayadimi desa, uzaymaydi. La yasta'khiruna sa'atan va la yastaqdimuna. Bir soat, ya'ni bir lahza. Uni avvalga ham keyinga ham suravermaydi bu narsa. Endi shijoat qilib, jur'at qilib, ochig'ini borini borda aytsa nima, umri kamayib qolarmikan? Endi ba'zilar aytishimki, yo'q, o'lishmas, u o'lishmaydi, bir musibat yetib qoladi. Hozir mana sizlar yana qaytib haqni gapirishni boshlayapsizlar. Holbuki biz haqni gapirishni to'xtatmaganmiz inshaalloh. Ana shu zolimini paytda ham hozir ham. Endi ko'pchilik gapirayotganini hisobga olib aytayapti. O'zbekistonda ham shu odamlar haqqa chaqiryapti, ertagaylar bu kofirda achchig'i kelib ketib turib, hamma musulmonlarga yana siquvni boshlaydi. Haqni gapirmay turinglar, baraka topkurlar deyapti. Nima qilib turish kerak? Nohaqni gapirib turish kerak ham. Nimaga desang, bir musibat yetadi musulmonlarga deyapti. Haqni aytib qo'yasizlar, orqasidan musibat yetadi. Buni aytmay turish kerak. Ha, musibat haqni aytish bilan yetadimi? Bo'lmasam yetmaydimi? Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Qul, ya'ni ayt ularga deyapti. Payg'ambarimiz aytayapti, mana odamlarga ayt deyapti. Qul man yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana. Ularga aytib qo'ygan musibat Alloh yozib qo'ygan sizlarga musibatgina yetadi. U sizlarni eganglar. Undan boshqa mahalla, ya'ni Alloh yozmagan musibat yetmaydi. Alloh musibat yozmagan bo'lsa, joningizni jabborga berib yuboring, yetmaydi u musibat. Yozib qo'ygan bo'lsa, hech narsa qilmasangiz ham yetadi. Men musulmon masjidida bo'yningizga kresil olsangiz ham, musibatni Alloh yozgan bo'lsa yetaveradi ana shu musibat. Shuning uchun birinchi e'tiqodlarimizni o'nglaylik. E'tiqodda o'nglamasdan turib bir yaxshi tarafga o'zgarib ketaman degan tushunchani olib qo'yaylik. Musibat yetar ekan, haqda aytsak, dinimizda mahkam tursak, musibat yetar ekan. Dinimizni oshkor aytib yorsak, musibat yetar ekan deb shunaqa deyotgan odamlar e'tiqodiylar o'nglaylar to'g'ri tarafga. Alloh menga suyaninglar deyapti. Musibatni faqat men yozib qo'ygan sizlarga musibat bo'ladi deyapti.